Bu modelimizning Face ID'si bor, ya'ni yuzga ochadi. 100 tagacha yaqin yuzlarni qabul qiladi. Ya'ni 100 kishigacha ochishi mumkin. Отпечатки palsasi boshqalarida bunaqa ustki qismida joylashgan bo'lsa, bu modelimizda ichki qismida joylashgan mana. Ichida ko'ryapsizlar. Ushlasangni bo'ldi, ochadi. Отпечатки palsa barmoq izlarini ham 100 tagacha qabul qiladi. Parolga ochadi, 6 tali parolga. 6 ta o'zingizga esingizda qoladigan parollarni qo'yasizda. Buni ajoyib funksiyasi bor. Yana bitta, yoningizda kimdir turganda u parolni tergingiz kelmasa, bilib qolishini xohlamasangiz, har xil parol terib chiqasizda, o'sha parollarni ichida siz qo'ygan 6 ta raqam qatnashsa bo'ldi, ochiladi. Bu yoqda karta ko'rsatib qo'ygan 2 ta kartasi bo'ladi. Kartani shu tekizsangiz kartaga ham ochadi. Shunaqa.